Assalomu alaykum do'stlar. Bu sizning yo'l boshlovchingiz Banan. Bugun biz bir ajoyib millat, ya'ni o'zbeklar haqida bilib olamiz. Bu xalq qadimiy tarix, madaniyat va buyuk yutuqlarga ega. Keling, ular nima bilan mashhurligini bilib olaylik. O'zbeklar bu o'zi kim? O'zbeklar jahon tarixida juda katta rol o'ynaganini bilarmidingiz? Masalan, buyuk sohibqiron Amir Temur ko'plab mamlakatlarni birlashtirib, o'z davrining eng kuchli saltanatlaridan birini barpo etgan. Uning poytaxti Samarqand esa ilm va madaniyat markaziga aylandi. Shuningdek, mashhur olim Mirzo Ulug'bek rasadxona qurdirib, aniq yulduzlar xaritasini yaratgan. Tasavvur qiling, u zamonaviy teleskoplar paydo bo'lishidan ancha oldin yulduzlarni o'rgangan. Ajoyib, a? Ular yana nima bilan mashhur? O'zbek ustalari naqsh va bezaklari bilan mashhurmi? Albatta. Mana bu atlas va adras matolari hunarmandlarning haqiqiy faxri. Bundan tashqari, O'zbekiston madaniyati barcha tuyg'ular uchun bayramdir. Palov, somsa, lag'mon. Haqiqiy pazandachilik durdonalari-ku. Navro'z bayramida esa doimo quvonch va do'stlik hukm suradi. Bugun o'zbeklar qanday xalqdir? Bugungi kunda o'zbeklar rivojlanishda davom etmoqda. Ilm, fan, san'at va sportga hissa qo'shmoqda. O'zbekiston o'z olimlari, sportchilari va musiqachilari bilan mashhur. Bundan tashqari, O'zbekistonga butun dunyodan kelgan mehmonlar har doim xursand bo'lib ketadi. O'zbeklarda qanday qadriyatlar bor? O'zbek xalqi o'zining mehmondo'stligi, mehribonligi va keksalarga hurmati bilan mashhur. Bu yerda oila va do'stlik eng qadrli. Bu bizga halol va g'amxo'r bo'lish qanchalik muhimligini eslatib turadi. O'zbeklarning qanday buyuk insonlari va an'analari borligini endi siz ham bilasiz. Bu ulkan merosga ega bo'lgan ajoyib xalq. Ko'rishguncha do'stlar. Xayr.